bitta maqsad va bir yurak bilan bo'lganingizda, o'zingizni tanib o'z xususiyatlaringizdan foydalanganingizda, muvaffaqiyat siri Allohga taslim bo'lishda ekanligini tushunganingizda, agar siz yengilmas kuchlar bilan yordam berishga shoshilsangiz, haqiqat chiqqanda, zanjirlar uzilganda, mazlumlar zolimlarga munosabat bildirsa, hayotning maqsadi Xudoga taslim bo'lish ekanligini tushunganingizda, yuragingizni ochib yuragingiz bilan ko'rsangiz, sarguzasht boshlanganda, o'zgartirish eshigi keng ochilganda, sahifalar birin-ketin o'zgarganda, haqiqat yolg'ondan ustun kelganda, yomonliklar birin-ketin yo'qola boshlaganda, Feniks kabi kulindan qayta tug'ilganingda, tuzoqlarni faollashtirganingizda, hujumga kirganingizda, siz ruhingizga bo'ysunsangiz va tanangizni boshqarganingizda, erdimni eslaysizmi? Bitta maqsad va bir yurak bilan bo'lganingizda, o'zingizni tanib o'z xususiyatlaringizdan foydalanganingizda, muvaffaqiyat siri Allohga taslim bo'lishda ekanligini tushunganingizda, agar siz yengilmas kuchlar bilan yordam berishga shoshilsangiz, haqiqat chiqqanda, zanjirlar uzilganda, mazlumlar zolimlarga munosabat bildirsa, yomonliklar birin-ketin yo'qola boshlaganda, Feniks kabi kulindan qayta tug'ilganingda, tuzoqlarni faollashtirganingizda, hujumga kirganingizda, siz ruhingizga bo'ysunsangiz va tanangizni boshqarganingizda, erdimni eslaysizmi? Bitta maqsad va bir yurak bilan bo'lganingizda, o'zingizni tanib o'z xususiyatlaringizdan foydalanganingizda, muvaffaqiyat siri Allohga taslim bo'lishda ekanligini tushunganingizda, agar siz yengilmas kuchlar bilan yordam berishga shoshilsangiz, haqiqat chiqqanda, zanjirlar uzilganda, mazlumlar zolimlarga munosabat bildirsa, bitta maqsad va bir yurak bilan bo'lganingizda, o'zingizni tanib o'z xususiyatlaringizdan foydalanganingizda, muvaffaqiyat siri Allohga taslim bo'lishda ekanligini tushunganingizda,